Assalomu alaykum. Bizga sotib boradigan hurmatli guruhimiz a'zolari, kanalimiz obunachilari, akalar, ishlab chiqarishi bor akalarimiz, mo'ykasi bor akalarimiz hamda kosib akalarimiz uchun mo'ljallangan 100 litrli kompressorlarimizdan Marg'ilondagi agrotexnikalar do'konimizga yetib kelgan. Video davomida shular obzorini qilib, narx-navosi ma'lumotini berib, tanishtirib, tushuntirib ko'rsatib o'tib ketamiz akalar. Hozir bittadan like tugmachasini bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga albatta aytiladigan narxlardan chegirmalarni qilib beriladi, ko'rishlari mumkin akalar. Xo'p, birinchi o'rinda ma'lumotga o'tadigan bo'lsak, akalar Titan firmaniki bo'ladi. Bu kompressorlarimizning turi juda ham ko'p. Asosiy akalar motorida hamda portion qismida farqlanadi akalar, ko'rishlari mumkin. Pastdagi nomerga telefon qiladigan bo'lsangiz, to'liqroq ma'lumotni olishlari mumkin. Birinchi o'rinda akalar motorlariga to'xtalib o'tib ketamiz. 3 kilovatli original motorlar bilan jihozlangan 2850 оборотda astatka narsa emas akalar, 2025-yilda mahsuloti, sifatlari juda ham zo'r akalar. Portionlariga o'tadigan bo'lsak, portion 2 talik katta portionlar bilan jihozlangan maslinli portion akalar. Yoqib ishlatasizlar, sizlarga juda ham uzoq xizmat qilib beradi. Bu portion yog'ini akalar 1 oyda bir marta almashtirib turish kerak bo'ladi akalar. O'zini mana damlaydigan datchiklari 8 atmosferada o'chadi akalar. O'zida 220 yozgan akalar, 8 atmosferada o'chadi bular akalar. Bu yerdan havo chiqaradigan kranniga akalar. Bu shu kompressorimizni ishga tushiradigan kranniga bo'ladi. Aytganimdek, remen orqali ishlaydi, ko'rishlari mumkin. Remenlari yonboshda joylashgan, portionlar aytganimdek katta portion. Litri akalar 100 litrli, mana to'liqroq ma'lumotlarni olishlari mumkin. 3 kilovat 80 bar akalar 100 litrli holatda bo'ladi. 100 litrli holatda bo'ladi. Kimga nechta kerak bo'ladigan bo'lsa bor, optim oladigan klientlarimizga albatta optim narxlarni chiqarib beramiz. Narx-navolari akalar $330, motori 3 kilovat, original mis motorli variant akalar. Motori buniki o'zini o'zi sovutadi. Unaqa prostoy astatka motordan qo'yib qo'ymaganmiz. Porshini ham unaqa kichkina porshondan qo'yilmagan. Katta, baquvvat porshonlar bilan jihozlangan akalar. Ortiqcha chang-pang bo'ladigan bo'lsa ham bemalol tortib, sizlarga juda ham uzoq xizmat qilib beradi. 6 oydan 1 yilgacha servis xizmatiga garantiyalarni beramiz. Telefon qilib diyen bo'lsalar, optim narxlar yetkazib beramiz. Bemalol shunaqangi kompressor apparat turgan tanishlarga jo'natib qo'yishibsizlar. Undan tashqari akalar, kanal nomidan keladigan bo'lsalar, shlanka hamda plyuzatorni komplekt holatda qo'shib beramiz. Shlankalari ham 15 metr, original shlankalar bilan jihozlangan. Sifatlari juda ham zo'r. Narx-navosi $330. Telefon qilib bog'lanib kelib xarid qilishingiz mumkin akalar.